Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlarim, qadrli otaxon onaxonlar. Bugun biz siz bilan Oliy Majlisda birinchi o'qishdan o'tgan, hammamizning hayotimizga bevosita ta'sir qilishi mumkin bo'lgan bir galamiz qonun loyihasi haqida batafsil gaplashamiz va aynan shu videoda siz ishlayotgan nafaqaxo'rlar pensiyasidan butunlay mahrum bo'lish xavfi ostida ekanligi haqida aniq ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Mana ko'z o'ngimizda ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun eng dahshatli tush ro'yobga chiqmoqda, desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu xabar shunchaki shov-shuv emas. Bu bizning otaxon onaxonlarimizning ertangi kuniga tahdid soluvchi og'riqli haqiqatdir. Tasavvur qiling, butun umringizni shu vatanga xizmat qilishga bagishladingiz, gisht terdingiz, paxta ekdingiz, bolalar o'qitdingiz, shifoxonalarda xizmat qildingiz, zavodlarda mehnat qildingiz. 40 yil, 50 yil. Ba'zilar yoshlikdan qanchalik og'ir sharoitlarda ishlaganini eslashsa, ko'zlariga yosh keladi. Siz bu yurtning bunyodkori, farovonligi uchun ter to'kkan insonisiz. Endi esa qarilik chog'ingizda farzandlaringizga yordam berish, nabiralaringizga biror shirinlik olib berish yoki bor-yo'g'i bir burda non topish ilinjida rasman bo'lsa ham, bir oylik 100 ming 200 ming so'm uchun hovli supurgisi yoki qorovullikka joylashsangiz, pensiya jamg'armasi sizning butun pensiyangizni 100% ga olib qo'yishni rejalashtirmoqda. Nahotki butun umrini mehnatga bag'ishlagan insonga davlatning javobi shu bo'lsa. Nahotki bir hovuch pul uchun qo'lga supurgi olgan ota-buvamizga davlat yordamiga muhtoj emassan deb qaralsa. Bu adolatdanmi? Aynan shu masalada sizning shaxsiy fikringiz, qancha yil ishlaganingiz, qanday sharoitlarda bugungi kunga yetib kelganingiz, qaysi sohalarda xizmat qilganingiz haqida izohlarda yozib qoldirishingizni so'rayman. Bu xalqning ovozi. Bu har birimizning vijdonimiz. Shuningdek, hurmatli do'stlar, pensiya qonunchiligidagi har bir o'zgarishdan xabardor bo'lish, o'z huquqlaringizni himoya qilish uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki sizning pensiyangiz, sizning huquqlaringiz bu bizning ustuvor vazifamiz. Xo'sh, avvallari vaziyat qanday edi? Ilgari nafaqaxo'rlar rasman ishlayotgan bo'lsa ham, o'z pensiyalarini to'liq olish huquqiga ega edilar. Faqatgina ba'zi bir toifalarga, masalan, harbiy pensiyalar yoki juda yuqori lavozimlarda ishlaganlarga nisbatan cheklovlar bo'lishi mumkin edi. Ammo oddiy mehnatchi xalqning pensiyasiga bunday 100% lik tegish holatlari deyarli kuzatilmasdi. Davlat xizmatchisi bo'ladimi, o'qituvchi bo'ladimi, dehqonmi, oddiy ishchimi, farqi yo'q edi. Agar pensiya yoshiga yetgan bo'lsa va ishlashda davom etsa, uning o'sha yillardagi mehnatiga yarasha beriladigan pensiyasi o'zida qolardi. Bu adolatli tizim edi. Chunki har bir insonning o'ziga yarasha ehtiyoji bor. Har bir inson yoshlikdagi sog'ligini, quvvatini shu yurt ravnaqi uchun sarflagan. Qariganda ham ishlashga majbur bo'lganlar ko'p. Bunga sabablar ham turlicha. Ba'zilarning pensiyasi tirikchilikka zo'rga yetadi. Boshqalar farzandlarining og'irini yengil qilishga intiladi. Yana kimdir nabiralariga biror narsa olib berish, ular uchun biror foydali ish qilishni xohlaydi. Bizning mentalitetimizda keksalarga chuqur hurmat bor. Mahalla-ko'yda, oilada keksalarning o'rni beqiyos. Ular duogo'y, ular pand-nasihatgo'y. Ammo shu bilan birga ular hech kimga yuk bo'lishni xohlamaydi. O'z rizqini o'zi topishga intiladi. Mana shu sababdan ham ko'pchilik pensiya yoshiga yetgan bo'lsa ham, imkoni boricha biroz bo'lsa ham ishlaydi. Masalan, bir amakimiz bor edi, butun umri pakstashilikda ishlagan, qo'li qadoqdan iborat, pensiyaga chiqqach, mahalla ko'chasini supurib, biroz pul topardi, nabiramga bir burda non olib beraman, o'zimga o'zim egaman, derdi. Ana endi bunday amakilarning pensiyasini butunlay tortib olish adolatdanmi? Bu millatning oriyatiga, g'ururiga tegish bilan barobar emasmi? Endi esa Oliy Majlisda deputat Qodirov tomonidan ilgari surilgan bu qonun loyihasi barcha ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun haqiqiy tahdidga aylandi. Loyihaning birinchi o'qishdan o'tgani, afsuski, uning qabul qilinish ehtimoli yuqori ekanligini ko'rsatadi. Agar bu qonun qabul qilinsa, har qanday rasmiy ish joyida, hatto arzimas maoshga bo'lsa ham, faoliyat yuritayotgan har bir nafaqaxo'r pensiya jamg'armasi tomonidan beriladigan pensiyasidan 100% mahrum bo'ladi. Deputatlar esa buni qobiliyati bor ekan, davlat yordamiga muhtoj emas, deya izohlamoqda. Bu mantiqsiz va insofsiz xulosadir. Chunki 100 ming so'mga hovli supurgan odamning qobiliyati bilan millionlab so'm daromad topayotgan odamning qobiliyatini bir joyga qo'yish mutlaqo noto'g'ri. Davlatning vazifasi o'z fuqarolarini himoya qilish, ayniqsa qariya va nochor qatlamini qo'llab-quvvatlashdir.
Nahotki keksa yoshda ham ter tokib mehnat qilayotganlar davlatga ogirlik bo'lib qolsa. Xo'sh, bu vaziyatda qanday toifadagi nafaqaxo'rlar xavf zonasida? Asosan, barcha turdagi pensiya oluvchilar, agar ular rasman bandlik shartnomasi asosida ishlashda davom etsalar, xavf ostida qoladi. Bu davlat tashkilotlarida, xususiy korxonalarda, hatto oddiy qoriqchi yoki farrosh bo'lib ishlayotgan bush nafaqaxo'rlar ham ushbu ro'yxatga kiradi. Afsuski, qonun loyihasida aniq bir istisno yoki chegara belgilash haqida ma'lumot yo'q. Shuning uchun, hatto sizning oyligingiz pensiyangizdan ancha kam bo'lsa ham, yoki 1-2 soatlik ishga chiqsangiz ham, xavf juda yuqori. Lekin qanday toifalarga pensiya oshishi mumkin? Qonun loyihasining mazmuniga qaraydigan bo'lsak, faqatgina ishsiz nafaqaxo'rlar pensiyani to'liq olishda davom etadi. Shundan kelib chiqib, agar siz ishlamayotgan bo'lsangiz, demakki, sizning pensiyangizga tegishmasligi kerak. Ammo bu ham mavhum, chunki har yili pensiya indeksatsiyasi bo'lishi tabiiy hol, biroq ishlayotgan nafaqaxo'rlarning pensiyasini butunlay olib qo'yish orqali qolganlarning pensiyasini oshirishga mablag' topish rejalashtirilgan bo'lishi mumkin. Bu ham bir taxmin, lekin adolatdan emas. Bir qatlam hisobidan boshqasini boyitish bu to'g'ri siyosat emas. Keling, xayolan oddiy insonlarimizning hayotiga nazar tashlaylik. Tasavvur qiling, qishloqda yashovchi 70 yoshli bir ona. Ogli Rossiyaga ketgan, qizi turmushga chiqqan. O'zining ozgina pensiyasi bor. Ammo nabiralari uchun kiyimchak olishga, biror bayramda ularga shirinlik olib berishga, ba'zan esa dori-darmonga ham pensiyasi yetmaydi. U mahalla markazida qorovullik qiladi. Kechasi yarim tunda sovuqda o'tirib, ozgina pul topadi. Bu pul uning uchun baraka. U shu pulga nabirasining maktab anjomlarini olib beradi. Ba'zan kasal bo'lib qolganida o'ziga dorilar sotib oladi. U hech kimga muhtoj bo'lishni istamaydi, chunki millatimizning gururi, oriyati shunday. Endi shu onaxonning pensiyasini tortib olinsinmi? Nahotki shu ayol butun umr halol mehnat qilib, o'nlab, yuzlab bolalarni tarbiyalagan ayol davlat yordamiga muhtoj emas deb topilsa. Yoki shahardagi bir boboni olaylik. U ham butun umr zavodda ishlagan, mutaxassis bo'lgan. Pensiyaga chiqqach, yoshligidagi hunardan kelib chiqib, mayda-chuyda usta ishlariga boradi, eshik tuzatadi, kran tuzatadi. Kunlik bir necha on ming so'm pul topadi. Bu pul uning uchun o'z obro'sini saqlash, oilasiga oz bo'lsa ham hissa qo'shish imkoniyati. Uning nafaqasi tirikchilikka zo'rga yetadi. Shu sababli u ortiqcha daromad topishga intiladi. Bu esa uning shaxsiy huquqi, vijdon ishi. Uning farzandlari chet elda ishlashga ketgan, qolganlari o'z oilasi bilan ovora. U o'ziga o'zi egalik qilishni istaydi. Endi shu boboning har bir so'm oyligi uchun pensiyasidan mahrum bo'lish kerakmi? Bu odamlar umrini bekorga o'tkazganmi? Butun umr mehnati uchun beriladigan haq pensiya emasmi? Nahotki bu yerdagi deputatlarimiz, xalqning vakillari o'z xalqining dardu alamlarini, tashvishlarini eshitmayotgan bo'lsa, bu yerda faqatgina ishlashga qobiliyati bor degan quruq gap bilan ishlarni hal qilib bo'lmaydi. Bu qobiliyatning ortida qancha dard, qancha sabab yotganini hech kim o'ylab ko'rmayaptimi? Bu shunchaki ishlashga qobiliyat emas, bu ko'pincha yashab qolishga harakatdir. Aziz yurtdoshlar, qadrli otaxon-onaxonlar, sizning hayotingizda shunday holatlar bo'lganmi? Pensiya yetishmovchiligi sabab qaysi ishlarda ishlashga majbur bo'lgansiz? Yoki sizning atrofdagilar orasida shunday insonlar bormi? Ularning qancha yil ishlaganini, qanday sharoitlarda tirikchilik qilishga majbur bo'layotganini izohlarda yozib qoldiring. Ularning dardini birgalikda yelkamizga olamiz. Har bir izoh, har bir gap biz uchun muhim. Xo'sh, bu vaziyatdan qanday qilib chiqish mumkin? Birinchidan, agar siz rasman ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingiz bilan shartnomangizni ko'rib chiqing. Qonun kuchga kirgunga qadar qanday yo'llar borligini o'rganish kerak. Ba'zi hollarda norasmiy ishlashga majbur bo'lish eng xavfsiz yo'l bo'lishi mumkin. Ammo bu ham qonunchilik nuqtai nazaridan bir qator muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun imkon qadar malakali huquqshunos bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qilib, sizning shaxsiy holatingiz bo'yicha aniq ma'lumot olishga harakat qiling. Ammo hali qonun kuchga kirmaganini ham esda tuting. Loyiha faqat birinchi o'qishdan o'tgan. Ikkinchi o'qish va senatdan o'tish jarayonlari hali oldinda. Bu bizga vaqt beradi.
Ikkinchidan, eng muhimi sukut saqlamaslik kerak. Oz fikringizni, noroziligingizni bildirishingiz lozim. Agar minglab insonlar bu qonun loyihasiga qarshi chiqsalar, deputatlar o'z qarorini qayta ko'rib chiqishga majbur bo'ladi. Sizning ovozingiz bu kuch. Deputatlarga, Oliy Majlisga murojaatlar yozing. Ijtimoiy tarmoqlarda o'z fikringizni bildiring. Bu masala faqat bir nechta odamning muammosi emas. Bu butun jamiyatimizning, davlatning yuziga uriladigan dogdir. Bizning keksa avlodimiz, bizning boyligimiz. Ularning sha'niga, gururiga tegishga hech kimning haqqi yo'q. Uchinchidan, rasmiy ishdan ketishga majbur bo'lishingiz mumkin bo'lsa, moliyaviy rejangizni hozirdanoq ko'rib chiqing. Pensiya oluvchi sifatida qanday imtiyozlarga ega ekanligingizni bilib oling. Agar ishlashdan butunlay voz kechishingizga to'g'ri kelsa, bu qaror hayotingizga qanday ta'sir qilishini baholang. Ehtimol kichikroq, lekin norasmiy daromad manbalarini qidirishga to'g'ri kelar. Ammo bu yo'l ham o'ziga yarasha xavflarga ega ekanini unutmang. Norasmiy ish bu sizni hech qanday ijtimoiy himoyasiz qoldiradi. Shunday qilib, hurmatli yurtdoshlar, ko'rib turganingizdek, bu qonun loyihasi bizning jamiyatimizdagi eng zaif qatlamlardan biriga, ya'ni pensionerlarga jiddiy zarba berishi mumkin. Pensiya olib, rasman ishlaganingiz uchun sizni butun pensiyangizdan mahrum qilish adolatdanmi? Sizningcha, agar bir inson butun umr ishlagan bo'lsa va endi bir burda non topish uchun bir necha so'm qo'shimcha pul ishlamoqchi bo'lsa, davlat uning butun pensiyasini tortib olishi kerakmi? Bu savolga sizning javobingiz qanday bo'ladi? Izohlarda kutaman. O'z haqqingizni himoya qiling. Ko'rishguncha.